Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan ko'char va ko'chmas bloklar haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz hamda ularning ishlashini amaliy yo'l bilan ko'rib chiqamiz. Laboratoriya ishimizni boshlashdan oldin nazariy qism bilan qisqacha tanishib o'tsak. Asosan bloklar bu og'irlikni ko'tarish yoki kuch yo'nalishini o'zgartirish uchun ishlatiladigan oddiy mexanizmlar hisoblanadi. Ular asosan ikki turga bo'linadi: ko'chmas bloklar va ko'char bloklar. Mana bu rasmga qaraydigan bo'lsak, yuk bilan birga harakat qiladigan bloklar ko'char bloklar deyiladi. Harakatlanmay, joyida qo'zg'almay turadigan bloklar esa ko'chmas blok deyiladi. Hurmatli o'quvchilar, biz bloklarni ikki xil holatda joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu birinchi holatda bitta ipga bog'langan bir nechta ko'chmas va ko'char bloklar tasvirlangan. Quyidagi formulada hisoblanadi. Ikkinchi bloklar sistemamizda esa har bir blokimiz alohida ipga bog'langan. 3 ta ko'char blok bo'ladigan bo'lsa, 3 ta ko'char blok 3 ta ipga alohida bog'langan. Buning samarasi bu holatga nisbatan yuqoriroq. Hurmatli o'quvchilar, endi darsimizning animatsiya ko'rinishida bir tushuntirib o'tsak. Birinchi animatsiyaga e'tibor qiladigan bo'lsak, ushbu FG og'irlikka ega bo'lgan yukni yuqoriga ko'tarish uchun men ko'chmas blokdan foydalanyapman. Buning sababi, men yuqoriga ko'tarishim uchun bu yerda yukni yuqoriga ko'tarish uchun men kamida yukni og'irligiga teng bo'lgan va undan yuqori bo'lgan kuch bilan ta'sir qilishim kerak. Endi ikkinchi animatsiyaga e'tibor qiladigan bo'lsak, ikkinchi animatsiyada o'sha FG og'irlikka ega bo'lgan yukimiz yuqoriga ko'tarilishi kerak. Men buni ikkita arqon bilan ko'taryapman. Chunki mana bu yerda bitta arqon bor, bu yerda bitta arqon bor. Shunda mana bu FG og'irlikka ega bo'lgan yuk ikkita arqonga teng taqsimlanadi. Men bitta arqonni tortyapman. Ikkinchi arqonni esa mana bu tayanch osma ushlab turibdi. Mana bu FG og'irlikka ega bo'lgan yukimiz mana bu ikkala ipga teng taqsimlanadi. Shunda yukni yarmini men tortayotgan, yarmini esa osma ko'tarayotgan hisoblanadi. Uchinchi animatsiyada e'tibor qiladigan bo'lsak, men havoda turib buni yuqoriga ko'tara olmayman. Sabab havoda muallaq tura olmasligim. Endi mana bu yerga bitta ko'chmas blok qo'yish orqali men kuchini yo'nalishini o'zgartirib, yerda turib ushbu yukni yuqoriga uning yarmiga teng bo'lgan kuch bilan ko'tarishim mumkin bo'ladi. Ko'chmas blok 1 kilogramm yuk va dinamometr berilgan. Men hozir mana dinamometrda 1 kilogramm yukni tortishim uchun mendan 10 newton kuch talab etilyapti. Ya'ni o'sha yukning og'irligiga teng bo'lgan kuch talab etilyapti. Endi mana bu bloklar sistemasiga e'tibor qiladigan bo'lsak, bitta ko'chmas blok, bitta ko'char blok berilgan. Endi buni tortishim uchun mana uning yarmiga teng bo'lgan kuch kerak bo'ladi. Uni ko'tarishim uchun menga 5 newton yetarli bo'lyapti. Bu yerda 1 kilogramm yukimiz 3 ta arqonga teng taqsimlanyapti. Shunda bu yukni 3 ta arqon ko'taryapti. Bu arqonni bittasini esa men tortyapman. Shunda mana shu yukni 3 dan birini tortayotgan hisoblanaman. Men dinamometrga ko'radigan bo'lsak ham 3.33 newtonga teng kuch bilan men uni tortyapman. Mana bu bloklar sistemasini ko'raylik. Bu yerda 1 kilogramm yukni 4 ta arqon ko'taryapti. Endi bu 4 ta arqonga mana bu yuk teng taqsimlanadi. Shuni bittasini men tortyapman va menga ham mana shu 4 dan 1 qismi tegadi. Mana hozir tortadigan bo'lsam, mana dinamometrga ko'radigan bo'lsak 2,5 newton kuch yetarli bo'lyapti. Endi quyidagini ko'radigan bo'lsak, 1 kilogramm yukimiz 5 ga bo'linyapti. Buni 5 ta arqon ko'taryapti. Mana shuni bittasini yana men tortyapman. Endi 1 kilogramm yukimizni 5 ga bo'ladigan bo'lsak, mana 2 newton. 10 newtonli toshni men 2 newton bilan ko'taryapman. Hurmatli o'quvchilar, bloklar mana shu tarzda sistemalashgan holatda yig'iladi. Ularning qancha yuk berishini, qancha foyda berishini ko'rib o'tdik. Hurmatli o'quvchilar, endi darsimizning ikkinchi amaliy qismiga o'tamiz va tajribada ko'ramiz. Bizga shtativ kerak bo'ladi, hamda bloklar sistemasi kerak bo'ladi. Hamda bizga massasi ma'lum bo'lgan yuklar kerak bo'ladi. Mana hozir bu yuklarni biz hisoblab ko'ramiz. Demak, birinchi yukimiz
Mana bu yuk tutqichi bilan birgalikda 100 grammni tashkil etdi. Endi tajribani amalga oshiramiz. O'zi 100 grammga teng tutqichi bilan birga, keyin unga mana 9 ta 100 grammlik tosh qo'shdik. Mana bunday 100 grammlik toshlarni 9 ta qo'shdik. Bular hammasi birgalikda esa 1000 gramm, 1 kilogramm bo'ldi. Ko'rib turibsiz, mana bu yuk mana shu 1 kilogramm toshni ko'tarib turibdi. 1 kilogramm toshni mana bu yuk ko'tarib turibdi. Endi bu yukning massasini ko'raylik. Bu yukimizda. Demak, mana bu tutqichi bilan birgalikda 100 gramm. 100 grammga ustidan yana 100 gramm tosh qo'shdim va 20 grammlik kichik toshni qo'yapman. Agar men qo'ymasam bu toshni, mana bu yuklarimiz mana muvozanatga turadi. 200 grammlik tosh bilan biz 1 kilogramm toshni ko'tarib turibmiz. Bu yerda 3 ta ko'char blokdan foydalanyapmiz. Hurmatli o'quvchilar, biz mana bu formuladan foydalana olmaymiz. Chunki bular bitta ipga bog'langan sistemalarni tashkil etyapti. Biz mana bu formuladan foydalana olmaymiz. Biz hozir mana bu formuladan foydalanamiz. Hozir 3 ta ko'char blogimizdan qancha yuk olishimiz kerak edi? Hurmatli o'quvchilar, mana biz hisoblab oldik. 1 kilogramm yukni muvozanatda ushlab turish uchun bizga 166,6 newton kuch kerak bo'ladi. Lekin bizda mana bu yerda hozir 200 grammlik tosh bilan 1 kilogrammlik toshni, 1000 grammlik toshni muvozanatda ushlab turibmiz. Buning sababi nega 166,6 bo'lmayapti? Og'irligini 0 deb, iplarning orasida ishqalanish kuchini yo'q deb tasavvur qilganimizda, hozir bizga mana shu 166,6 newtonga ega bo'lgan og'irlik bilan 1 kilogramm yukni bemalol ko'tarsak bo'lar edi. Hozir bunga ozgina yuk qo'shadigan bo'lsak, bu bemalol 1 kilogramm yukni ko'tarib ketadi. Hurmatli aziz o'quvchilar, endi sizlarga quyidagi savollarni taqdim etamiz. Bu sizlarga bilimlaringizni mustahkamlash uchun sabab bo'ladi. Birinchi savol: agar siz yerdan oyga ko'chmas blok olib chiqib, u yerda foydalansangiz, uning foydalanish koeffitsiyenti oshadimi yoki kamayadimi? Tasavvur qiling, mana shu ko'char blok, mana shu sistemani shu holatda oyga olib bordik. Shunda buning samarasi, foydalanish koeffitsiyenti oshadimi, kamayadimi? Javoblaringizni kutamiz. Ikkinchi savol: nega ko'char blokda tortish kuchi kamaymaydi, lekin biz yukni ko'proq yengillatamiz? Uchinchi savol: Misr piramidalarini qurishda odamlar nega ko'char bloklardan ko'ra ko'chmas bloklarni afzal ko'rgan? Tarixiy manbalarga keltirilishicha, mana bu ko'chmas bloklar yordamida Misr piramidalarida qurishda foydalangan. Lekin mana bu ko'char blokning foydasi bizga ko'proq tegmayaptimi? Arximed, buyuk olim, menga tayanch bering, men yerni siljitaman degan. Agar u haqiqatdan ko'char bloklardan foydalansa, unga qancha uzun arqon va nechta blok kerak bo'lar edi? Bularni matematik javoblarini va sizlarning javoblaringizni kutib qolaman. Hurmatli o'quvchilar, bugungi ko'char va ko'chmas bloklarga umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, ko'chmas blok yo'nalishni o'zgartiradi, kuchini kamaytirmaydi. Ko'char blok kuchini kamaytiradi, ammo arqon uzunligi ortadi. Bloklar tizimi mexanik foydani oshirish imkonini beradi, lekin energiyani saqlash qonuni ishlaydi. Har bir qo'shimcha blok yukni ko'tarishni osonlashtiradi, lekin masofani orttiradi. Kichik yuk bilan katta yukni ko'tarish bu bloklar orqali amalga oshiriladi. Bloklar energiyani yo'q qilmaydi, balki uni kuch va masofa o'rtasida taqsimlaydi. Ishqalanish haqiqiy hayotda muhim omil hisoblanadi. Ideal formula orqali nazariyada. Endi bizda hozirgi formulalarimizda mana bu bloklarning ishqalanishi, blokning og'irliklarini biz 0 deb ketyapmiz. Agar bularni ham hisobga oladigan bo'lsak, bizda ideal yoki real, haqiqiy matematik hisoblashlar kelib chiqadi. Murakkab tizimlar ham oddiy tamoyillarga asoslanadi. Energiya saqlanishi va kuch momenti tufayli. Bu mexanizmlar blok, richak, pona, chig'iriq, bularning barchasi oddiy mexanizmlar hisoblanadi. Bularning vazifasi energiyani emas, kuchni va masofani taqsimlashdan iborat. Qanchalik kuch kamaysa, shunchalik masofa ortadi. Bu tabiatning qonuni hisoblanadi. Hurmatli o'quvchilar,
Biz ushbu tajribani amalga oshirish uchun hamda taqdimotimizga kerakli ma'lumotlarni ushbu adabiyotlardan oldik. Sizlarga ham ushbu adabiyotlardan yana qo'shimcha ma'lumotlar, boshqa qiziqarli tajribalar haqida ma'lumot olishingiz mumkin.